Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Akademiyamizni eng saralangan talabalari desak ham bo'ladi. Bugungi suhbatimiz aynan shu stajirovka Yaponiya va Koreya, Janubiy Koreyada o'tiladigan stajirovka to'g'risida bo'ladi. Va bu haqda avvalambor shu tadbirimizni ochib berish uchun so'zni Bank Moliya Akademiyasi rektori Elmurod Abdusattarovichga bersak. Men o'ylayman, sizlarning tanlab olishinglar o'ta haqqoniy bo'ldi. Tabiiy tanlangan iqtidorlilar bilan ko'rishib turganimdan men ochig'i juda xursandman. Ayni paytda men bir narsani aytmoqchimanki, akademiya boshqa oliy ta'lim muassasalaridan farq qiladi. Bizning hamkorlarimizning darajasi ham farq qiladi. Biz ko'proq mana aql markazlari bilan ishlaymiz. Mana birinchi Yaponiyadan boshlay qolay, o'sha PRI instituti, Policy Research Institute under Ministry of Finance, Yaponiyaniki. Bu top 5taga kiradigan ekonomikalar haqida gaplashyapmiz. Kichkinagina joyga trilliondan ortiq, 1.7 adashmasamda 2 trillionga hali bormadi. Shunaqangi ekonomikalarni boshqarayotgan aql markazlari, shunaqangi institutlar sizlarni qabul qiladi. Talab yuqorilarda 27 ga bir o'rin bo'lyapti. Iqtidorlarni chaqiradigan, shu jalb qiladigan makon sifatida ertaga halol, bilimi bor, iqtidorlilar mana shu Yaponiya davlatida saralanib faqat BFA orqali borishini ham ozgina biz bera olishimiz kerak bo'lsa. Ayrimlarning miyasida milliardlar hech narsa emas-da, u trillionda fikrlaydi, shu darajada ko'radi. Bu mamlakatlar ham shunaqa rivojlangan. Ismim Do'zmetova Kibora va men Bank Moliya Akademiyasida korporativ moliya yo'nalishi tinglovchisiman. Koreya ekonomikasi haqida ham darslar o'tildi. Shuning uchun menda imенно Koreyadagi kompaniyalarga olib borishlarini va universitetlarni ko'rish, albatta turizm ham haqidagi hamma narsa ideal darajada tuzilganligi, planlashtirilganligidan. O'zi umuman olganda akademiyadagi o'quv jarayoni ham qiziqarli va bilimlarga boy bo'ldi. Undan tashqari mana shu stajirovka bilan boyitilgan, bu juda ham qiziqarli. Shuning uchun sizlar ham borib qolishlarini tilayman va xayr, salomat bo'linglar.